O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farg'ona turistik rekreatsion zonasini tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori qabul qilindi. Qarorga muvofiq Farg'ona viloyatida yangi Farg'ona turistik rekreatsion zonasi tashkil etiladi. Umumiy maydoni 2396 gektarni qamrab olgan mazkur hudud 30 yil muddatga keyinchalik uzaytirish imkoniyati bilan faoliyat yuritadi. Bu Farg'onaning betakror tabiiy salohiyatini namoyon etish, turizmni yangi bosqichga olib chiqish yo'lidagi muhim islohotdir. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining bu qaroriga ko'ra Farg'ona viloyatida turizm rivojlanadi va u yangi bosqichga chiqishi nazarda tutilgan. Unga ko'ra bir qancha tashkiliy tuzilmalar bunyod etiladi. Jumladan Shohimardon, Yordon xalqaro turistik zona tashkil etiladi. E'tibor bering, xalqaro turistik zona. Ikkinchidan, Vodil agroturizm klasteri tashkil etiladi. Ilgari Vodilda Vodil Malina klasteri bor edi, endi u agroturizm klasteriga aylantiriladi. Bundan tashqari Chimyon sanatoriy kurort zonasi tashkil qilinadi. Ma'lumki, Chimyonda yerning 2,5 kilometrdan chuqurroq qismidan juda ham shifobaxsh oltin gurgut tarkibida bo'lgan suv chiqadi va u yerda bir qancha sanatoriyalar, shifoxonalar, kurortlar joylashgan. Endi u yaxlit kurortlar zonasiga aylantiriladi va mamlakatimizga, xususan Farg'onaga kelgan xorijiy sayyohlarga, ichki sayyohlarimizga jumladan ana shu shifobaxsh zonada xizmatidan foydalanish ham taklif etiladi. Bundan tashqari avval ko'ngilochar turizm majmuasi tashkil etiladi. Ma'lumki, avvalda 7 ta buloq bor va ularning har birini suv tarkibi bir-biridan farq qiladi. Bularning hammasi shifobaxsh, undan tashqari u nihoyatda so'lim dam olish joyida joylashgan. Endigi tashkil etilayotgan tuzilma tarkibiga ana shu avval ko'ngilochar turizm majmuasini ham kiritganlar. Bugundan e'tiboran biz Prezident qarorida tilga olingan mana shu turistik manzillar, sayohat manzillari haqida alohida ma'lumotlar berib boramiz. Bugun esa suhbatimizni Shohimardon, Yordon xalqaro turistik zonadan boshlaymiz. Xo'sh, u yerda qanday o'zgarishlar ro'y berishi kutilyapti? Oloy tog'lari qurshovida, suv sathidan 1550 metr yuqorida ikki daryo qo'shiluvi joyidagi O'zbekistonning eng go'zal go'shalaridan biri Shohimardon qishlog'idir. Bu yerda 6000 ga yaqin aholi yashaydi. Shohimardon tabiati go'zalligi, havosining kislorodga boyligi va tozaligi bilan hamisha sayyohlarni o'ziga chorlab kelgan. Qishloqning qoq markazidagi tepalikda go'zal maqbara savlat to'kib turadi. Uni Hazrati Alining dunyodagi 7 maqbaralardan biri deyshadi va bu yerga ziyoratga kelib duoyi Fotiha qiladilar. Ijodi haqida hamon bahsli munozaralar davom etayotgan shoir Hamza Hakimzoda Niyoziy dafn etilgan joy ham shu tepalikda. Shohimardonning odamlarni o'ziga maftun qilgan Oqsuv va Ko'ksuv daryolari qishloq markazida qo'shiladilar. Uning oqim yo'li ikki qirg'oqlarida bugunga kelib zamonaviy dam olish uylari qurilgan. Me'moriy yechimi turlicha, ammo qulay mehmonxonalar qishin-yozin ziyoratchi mehmonlar bilan gavjum. Shohimardonliklar erta tongda topgan tutgani qaymoq, asal, malina, saryog', do'lta, qatlama patirlardan olib chiqib mehmonlarga peshvoz keladilar. Bu o'zimizning Shohimardonning qaymog'i, o'zimiz giyohlardan yegan sigirlardan sog'ib, mehmonlarimizga ertalabda chiroyli qilib olib chiqamiz. Bunimiz asalimiz, o'zimiz mana shu giyohlardan yig'gan, mana asallarimiz asallari, bemalol kelib ertalabda tanovul qilishlari mumkin. Nonushtaga ham yosharatlarga Tog' yonbag'irlarida o'sadigan yovvoyi malina murabbosiga esa ta'rif yetishmaydi. Ularni tandirdan uzilgan issiqqina yog'li non bilan iste'mol qilasiz. Shohimardonning eng bebaho jihati archalar iforiga to'la uning shifobaxsh havosidir. Shuning uchun bu yerda bir asrdirki nafas yo'llarini davolovchi sihatgoh ishlab turibdi. Oqsuv daryosi Shohimardonga go'yo ikki tog'ni yorib o'ziga yo'l ochgandek. Shu yerda uning qudratini his qilasiz. Bir yonida yana bir mo'jiza bor. Bu Chakkatomar. Bahaybat tog'larning asriy toshlaridan bitta-bitta tomib
kichik jilg'a hosil qiladi u. Uning suvini Zamzam ta'miga o'xshatadilar. Qishloq markazidan 2 yo'l boshlanadi. Biri ko'llar, ikkinchisi asriy archazorlar tomon eltadi sizni. Bu gal biz Ko'ksuv daryosi yoqalab yo'lga tushdik. 3-4 chaqirim yurgach uning adog'i shundoq tog' etagida osma yo'l boshlanadi. Bu yerda sayyohlar uchun xavfsiz sharoitlar yaratilgan. Osma yo'l anchayin tik. 15 daqiqada sizni 700 metr balandlikka ko'taradi. Ya'ni manzil dengiz sathidan 2250 metr yuqorida. Manzaralar esa benihoya go'zal. Yo'l-yo'lakay g'or og'zidan otilib chiqayotgan bir anhor suvni ko'rib hayratlanasiz. Yana yuqoriroqda esa tog'dan 5 panja chiqqandek 5 ta yonma-yon jilg'alardan suv otilib turadi. Qizig'i shundaki, g'or va 5 panjadan qishin yozin bir me'yorda suv oqib chiqadi. Vo ajab, mana bu manzaraga qarang. Uning go'zalligidan ko'z qamashadi. Dunyoning mashhur Ballaton, Sevan, Baykal ko'llaridan go'zal suv havzasi sizni mahliyo etadi. Uning mo'jizaviyligi shundaki, u 2250 metr yuqorida 3 ta tog' oralig'ida chiroy ochib turadi. U nihoyatda mayin va musaffo 2 chaqirim suzib o'tgach, archali tog' yon bag'ridagi so'qmoqlardan yana yuqorilashdik. Oqsoch qoyalardan jilg'a olgan tog' daryosi shoshilib ko'l qubbonga quyiladi. Ular go'yo dunyogina abadiy, qolgani o'tkinchi. Ne qudrat otiga mingan insonlarni ko'rmadik biz. Bugun siz didorlashyapsiz deyotgandek edi. Tog'ning qiyalik va keskin buriluvchi yo'llardan 3-4 chaqirim yursangiz, Yordon mahallasiga yetasiz. Yordonliklar to'g'ri so'z, mehnatsevar, ammo cho'rtkesar, aytganini qiladigan insonlar. Biz ular bilan bir fursat suhbatlashgach, yana yo'lga tushdik. Birinchi manzil Oqsuv daryosining chap irmog'i bo'ldi. Buni qarang, u qanchalar hayqirib oqmoqda. Hatto polvonlar ham ko'tara olmaydigan xarsang toshlarni oqizib ketadi. Yana tik yo'ldan tepaga, archazorga ko'tarilamiz. Nihoyat yo'l tugab, ertaklardagi kabi maftunkor manzara yuz ochadi. Qorli qoyalardan boshlangan jilg'alar Oqsuv daryosining o'zaniga aylanadi. Bu yerning eng katta boyligi shubhasiz uning havosi. Giyohlar iforiga uyg'unlashgan tog' archasining sasidan nafas olar ekansiz, afsonaviy bog'larda his qilasiz o'zingizni. Shunday jannat makon manzillar endi 10 minglab sayyohlarni qabul qila oladi va ularga endi eng qulay sharoitlar yaratiladi. Ya'ni 2 bosqichda Shohimardon Yordon va Yordon Dugoba yo'nalishlarida zamonaviy kabinali dor yo'llari, osma ko'priklar quriladi. Shohimardon va Yordon mahalla fuqarolar yig'ini hududidan oqib o'tadigan Shohimardon soyining qirg'oqlari va o'zallari mustahkamlanadi. Hudud gaz ta'minot aksionerlik jamiyati mablag'lari hisobidan gaz to'ldirish shoxobchasi quriladi. Mozordagi mahalla fuqarolar yig'ini hududidagi 4 kilometr uzunlikda kanalizatsiya tarmog'i tortiladi. Aholi va boshqa iste'molchilarni elektr energiyasi bilan uzluksiz ta'minlash uchun podstansiya, transformatorlar va tarmoqlar yangilanadi. Elektromobillar va boshqa turdagi transport vositalari uchun quvvatlanish stansiyalari tashkil etiladi. Aeronavigatsiya vositalari va vertolyotlar uchun uchish-qo'nish maydonchalari quriladi. Shohimardon haqida gap ketganda albatta O'zbekiston, Qirg'iziston chegara postlaridan o'tish masalasi tilga olinadi. Xo'sh, prezident qarorida bu borada nimalar deyilgan? Tashqi ishlar vazirligi, Davlat xavfsizlik xizmati chegara qo'shinlari va bojxona qo'mitasi Farg'ona tumanining Vodil va Oqqiya chegara o'tkazish punktlariga xalqaro maqom berish masalasida takliflar ishlab chiqishda Shohimardon, Yordon qishloqlariga hamda Qurbon ko'li va Dugoba dam olish maskanlariga tashrif buyuruvchilarning to'siqsiz o'tishlarini ta'minlashni nazarda tutsin. Shunday qilib, Shohimardon, Yordon yaqin vaqt ichida mamlakatning eng obod va qulay xalqaro kurortiga aylanadi.